savdo. 6-qism. Balam, bu taraflarga qaytib kelishni o'ylama. Ra'noning dadasi sizlarni bo'sh qo'yib etmaydi. U teg'in nada kelsa shu yerda jinini olaman dedi. Dadangni Tek açıqı yanmadı. Şun bir işkil işler besiqıcı nada bo'lsanglar, shu yerda turib turinglar. Dedi anam mening qaytib boraylimmi deb so'ragan savolimga radiya berib. Pul bo'lmasa men pul sep beray. Karta numarani o'chirib yo'llab qo'ygin. Pulimiz bor. Bizda ensirmagan jinim ana. O'zingni asirg'in. Dedim men tushundirib. Hozir biz ish topdik. Bu yerdagi kunlarimizmi xili yomon emas. Rana ishimiz to'y qilmoqchi bo'lyapmiz. Sal turmushimizni muqim qilib olgandan keyin so'ng pul sepirma ana. Bo'ldi balam. Sizlar yaxshi kun ko'rsanglar, men shundan rozi. Yo'qab ketmay telefon qilib turg'in. Bek ehtiyot qilinglar. Rehnaning dadasi hamma yerda sizlarni izlayotdi. Ana, bizning to'yimizga rozilik beralasanmi? Anam hech nima demadi. Ana, gap qilsangchi. Men rozi balam. O'zingni asra. Anam shundoq debla telefonni qo'yib etdi. Uning ovozidan amalsizlik, qayg'u azob chiqib turadi. Shundoq qilib biz to'y qilib oldik. Muhammad Qosim bilan Juma qorining og'aynilari, tonish bilishlari bizning to'yimizni obdalla qizitib berdi. Birana ikkimizning to'yi oddiy bo'lsa-mu, ko'nglimiz xushal edi. Eng muhimi bir-birimizning yenimizda bo'lganligimiz uchun biz baxtli edik. Dunyoda mukammal ish yo'q bo'lgandek, mukammal insonmi yo'q bo'ldi ekan. Men to'y kuni o'ylamagan, ham o'ylab boqmagan bir ishga duch keldim. To'y kechasi Rananing yeniga kirishdan avval Muhammad Qosim ham Juma qorilar bir necha og'aynis bilan nish chekdi. Hem menim çekişki zo'l edi. Keypi bek yaxshi narsa adash bu. To'y kechasi chekib kelsang, Ranasini menga unutammaydi adash. Dedi Muhammad Qosim qopoqdek bir narsani menga sunib. Bu qandoq narsa? So'radim men. Hem burun bir kinoda bir neshkashning xuddi mushuning o'xshab ketadigan qapoqqa nesh selib chekkanligi yodimga kelib cho'chib ketdim. Neshi emas-tu ha? Neshining nochisi. Nesha desakmi bo'ldi. Biz men davomliq chekmaymiz. Ancha-muncha keyib seg'inganda chekib qo'yamiz shu. Dedi Muhammad Qosim meni zo'rlab. Cheka adash. Bir qitim chekib qo'yganga hech nim bo'lmaydi. Gram nech pullik narsa demay. Texi buning. Bo'ldi, men undan aslan chekmay. O'zinglar chekavering adash. Men odatda tamokim chekmayman. Dedim men o'zimni ap qechib. Voy, adash, chekmasang chekmagina. To'ying olmagan bo'lsa, senga eshib qolmaydi bu. Muhammad Qosim endi mendan ranjishga boshladi. Ya adash, bo'ldi ko'nglingga, ammo bizmi yurtdagi vaqtimizda xeli obdan ballatdiq. Keyif sapadim yo'qdiq. Mushiya kelgandan keyin boshqalarning keyiniga kirib ketib, mushunda ishlarni o'rganib qoldik. Endi musofirchilikda odam ba'zi ishlarni qilmayman demaydi ekan. Chekmasang texi yaxshi. Biz endi sen zo'lamayli. Juma qori mening sal o'ng'aysizlanib qolganligimni ko'rib, yenimga kelib, menga tasalli berib, Muhammad Qosimni menga kechir degandek menda qarab, kulimsirab qo'ydi. Mening ko'nglimmi shuning bilan
joyiga tushib qoldi. İnsan uchun eng hayajonliq, eng unutilg'isiz, eng ma'nilik, eng shirin, eng baxtli chog'lar o'z suygan odam bilan to'y kechasi o'tkazish bo'lsa kerak. To'y kechasi Ra'no ikkimiz bir-birimizga mangu ayrilmaslikqa, mangu mushundoq omroq o'tishga, bir-birimizga mangu vafodor bo'lishga, yaxshi-yomon kunlarda birga bo'lishga, bir-birimizning yo'liki, sirdishi, hamroyi bo'lishga va'dalashdik. Vaqt haqiqatan atqan o'qdek tez o'tdi ekan. Tuni-kun tol chiviqni ot etib o'ynab, etiz qirlarda to'pig'i milinib, bog'larda ochiq g'o'r yeb yurgan bola edi. Mana amdilikda hayotning ochiq chuchuklarini tetib, bir oilaning egisi bo'lib qoldik desa. Ra'no ikkimiz to'y qilgandan keyin bizning ishimiz yurishib ketdi. Muhammad Qosimlar bizga boshqa bir kashlik bozordan o'rin hal qilib berdi. Ra'no ikkimizmi ikki eg'izliq uydan birini ijar elib, o'zimizga tava bir makon qurib oldik. Xo'sh xabarlar keyni-keyindan uzilmadi. Biz to'y qilgan 2 oy bo'lib oshgan chog'lar edi. Bir kun Ra'no ikkimiz kundalik tayyorligimiz bo'yicha tayyorlik qilayotganda Ra'no hadislar qayqilib bak beorom bo'lib ketdi. Ra'noning bu holatini ko'rib, men uningdan ansirab qoldim. Nim bo'lding? Naring og'riyotdi? So'radim men ansizlik bilan. Hech nim bo'lmadim, shu bir oz beorom bo'lyapman. Ko'nglim elishyotdi shu. Dedi Ra'no o'zini jalliq ko'rsatishga urinib. Mijozing yo'q bo'lsa sen yetib oramal. Bugun bozorga men o'zim chiqib kiray. Yo'q bo'ldi. Menda hech qanday chatoq yo'q. Dedi Ra'no. O'zing chiqsang qiynalib qolasan. O kuni Ra'no men bilan bozorga birga chiqdi. Atigan u yan tungunga o'xshash beorom bo'lishga boshladi. Men uningdan texmbak ansirashga boshladim. Ham uning unmag'iniga unmay doktorxonaga elib berib tekshirtdim. Homildarkan. Doktorning so'zini anglagandan keyin xuddi oltin tepib olgandek xushal bo'lishga boshladim. Shu kuni Ra'no ikkimiz bozorga chiqmadik. Butun bir kunni Sujuning bog'chilarini aylanib, sayohat qilib, bu xush xabarni tabriklash bilan o'tkazdik. Gerçi bu xabar meni xushal qilgan bo'lsa-mu, lekin ko'nglimda yana bir mas'uliyatning kuchayishiga turtki bo'layotdi. Chunki men burun bola edim. Tuyuqsizla er bo'ldim. Amdilikda dodi bo'lish oldida turibdimi? Meni kelgusimda bir oila ham dodilik, erlik burchi kutib turibdi. Men cho'qim kelgusida bir loyiqatli dada, mas'uliyatchan er bo'lishim kerak edi. Hammali insonning hayoti kul suydek muqim, suzuk ham tinish turavermaydi. Ko'pinchimizning hayoti xuddi o'rkashlab eqiyotgan daryoga o'xshash, goh suzilsa, goh leyib qoladi. Dengizga o'xshash to'lqinlaydi, pasiydi, chayqildi. Uningdagi xushalliqqa qayg'u, baxt, omadga azob yondashib keladi. Xuddi shuningdek Ra'no ikkimizning hayotimi bir xil ritmda o'ngishliq ham ko'ngillik o'tayvermadi. Oradan 5 oycha vaqt o'tgandan keyin biz tijorat qilayotgan kashlik bozor ma'lum sababdan taqilib qoldi. Shuning bilan amalsiz u yer bu yerlarda yoyma echib kavobchilik qilishga boshladik. Topgan pulimizning tayini yo'q, hadislar shahar boshqaruvchilarining musodir qilishga uchrab, faqat ravojmi topolmadik. Ra'nomi xilla eg'irlashib qoldi. Bu ahvollar meni xilla holsirtib qo'ygan edi. Mushundoq bo'laversa, uzoqqa qolmayla jinimizni boqmoqimiz bir gap bo'lib qoladi. Mushundoq ishlar hatto Ra'no ikkimizning to'y qilgandan keyingi
tunji qitim urushishimizga ham keyin texim ko'p ishlarning yuz berishiga sababchi bo'ldi. Bir kuni men odatdagidek bozordan qaytib, ishik oldi turib, Rananing bir kim bilan telefonda paranglashayotganligini anglab qoldim. Sen uxmaysan, acha. Mushundaq ketaversa, men tug'ilganimga pul topolmasligimiz mumkin. Asli sana demay degandim, biroq amal bo'lmadi. Rana shulan degandan keyin ertagacha karta nomerini uchur qilib yo'llab beradiganligini aytib, telefonni qo'yib etdi. Tova, bu zodi qandoq ish? Men hayron qilyotdim. Rana asalda men uydagilar bilan aloqa qilayotganligini aytib boqmagan edi. Rana nimishqa bundoq qiladi? Nimishqa meni aldaydi? Zodi nimishqa? Shularni xiyolimdan o'tkazgandan keyin uyga o'qdek etilib kirdim. Bu zodi nima qilganing, Rana? Sen nimishqa meni aldaysan? Sen meni aldamaslikka va'da bergan-ku. Gapimni o'g'irliqcha angladingmi? Rana'ning ochiq kelgandek qiladi. Men seni aldab qanday qilibman? Nimishqa uyingdagilar bilan aloqalashganingni men aytmaysan? Mush oldig'ini olmay nima? Sen qachon onang bilan ko'rishganda men maslahat solgan. Sen onang bilan ko'rishsang bo'ladi ekan, men ocham bilan ko'rishsam nimishqa bo'lmaydi ekan. Sening uyingdagilar bilan mening uyimdagilar o'xshamaydi. Nari o'xshamaydi ekan? Sening onang mening onam emasmi ekan? Sen nima demoqchi? Rana endi voqirashga boshladi. O'qib qo'y, sana uydagilar qandoq bo'lsa, menimi shundoq. Men sen to'smadim qara, lekin men deb qo'yishing kerak edi. Uning ustiga nima ish qiladin pul so'raysan? Men sen ya boqamidimmi? Ya och, ya yalang'och qolgan yering bormi? Boqamadim. Mushimiz sening texmanga yaxshi boqqaningmi? Usti beshingga qarab baqa. Sen bilan kelganning yoqi, menga qaysi yaxshi kunlarni ko'rsatib ketgansan? Tatmagan japoyim qolmadi mening. Rananing so'zlari yuragiga nashtar bo'lib sanjilmoqda edi. Men uni bundoq deydi deb o'ylabma boqmagan edim. Undaq bo'lsa qaytib ket. Baydadangning yeniga qaytib ket. Men boqamagan bo'lsam qara, kessang bo'ldi-ku. Men shundoq deganimcha, ishikni jarang-jurang yapqanimcha sirtqa chiqib ketdim. Birdam uyan-buyan cho'gilib, nega berishimni, nima qilishimni zodil bilamadim. Ichim alamga to'shib ketyotdi. Ranami menga o'xshash mushundaq qilsa, mening bu dunyoda yashag'animning nima foydasi? O'lib ketsammi bo'lmamdiman. Bir uynim o'nglab boqamsam, mening narim akak. İçimden urg'ib chiqayotgan bir alam tenimni titirtatdi. Shu topda ruhim hech narsadan tasalli topadigandek emas edi. Shu xiyollar bilan bir dassab, ikki dassab Muhammad Qosimlarning yeniga kelib qolganimni o'zimmi to'ymayla qopdim. Adash nim bo'lding? Juma qori chiroyimga qarab bir ishni sezgandekla so'rdi. Hech nima dedim men, nim deyishni bilamay. Adash heliqi narsanglar bormi? Nimani deysan? Dedi Juma qori ajablanib. Heliq to'y kuni menga bergan narsa-chu. Menda bor, dedi Muhammad Qosim. Biroq o kuni seni unutamagan-ku. Bugun chekkim bor, dedim men ig'ir kichik tinib etgandan keyin. Yuramsa, yotoqqa kiraylik. Muhammad Qosim meni yotoqqa boshlab kirgandan keyin yo'shirib qo'ygan yeridan bir narsani elib qurashtirib, tegiga o't yiqib, menga chekish usulini o'rgatib qo'ygandan keyin qo'limga berdi. Rahmat adash. Men uni qo'limga elib Muhammad Qosimning o'rgatib qo'ygani bo'yicha chekishga boshladim. Tallarim bo'shib, ro'yim o'zimning emasdek kallam peyqirashga boshladi. Men shu vaqtda butun azoblarimning mushu narsa bilan yo'qolib ketishini bakma orzu qilardim.
odam deganni qor bossimi ajoyib bosadi ekan. O'zi o'ylabmi baqmagan ishlarni qilib soldi ekan. Shu kichikkina savallik tufaylidan umrlik pushaymonga qilib, hayoti butunlay o'zgarib, ostin ustin bo'lib o'zgarib ketadi ekan. Qari savdo 7-qism. Aqli hoşumga kelgandan keyin o'zimning nima qilib qo'yganligimni bilib, qilganlarimga pushaymon qilishga boshladim. Men nimanchi qalba? Nima uchun bunday qilgandim? Ejbar Renaning deganlar xatoma. U meni keynimdan ichkari kirganning yoqi qachon bir yaxshi kun ko'rib baqdi. U xuddi mendek inson tursa, ota-onasini, qarindoshlarini seg'indi. Albatta ular bilan aloqa qilganni yushirsa nima bo'pti? Yo boshqa odamlar bilan aloqalashmasa? Bugun men sal oshirvatdimmi qanda? Shularni xiyolimdan o'tkazgandan keyin Ranaga aytgan qaytib ket degan so'zim shamol kabi xiyolimdan kechib qattiq jiddiylashga boshladim. Adash, qanda xeli yaxshi bo'lib qoldingmi ya? Dedi Cuma qari. Mening o'rnimdan turayotganimni ko'rib, beshini ko'tarib. Bu chog'da Muhammad Qosim yotqonga beshini purkiguncha xo'rak tortib uxlayotdi. Darizdan tushgan kun nuri soatning allaqachon bir yerga berib qolganligidan shapi berib turardi. Bu gaplarni keyin deyishli adash. Men oqshom mo'shiyada qo'nib qoldimmi? Dedim men oyog'imni kiygash. Oqshom xudoni bilmay qopti ekansa, Ranaga bizning uyda deb telefon qilib qo'yib, mo'shiyada yotqizib qo'ydik. Opla. Men Juma qarining so'zini anglab, texim ansirashga boshladim. Juma qariga boshqa gap qilmasdan yugurgunimcha chiqib ketdim. Ranazod qanday qilgandi? U rostli Shinjonga ketganmidi? Yo'q. Qaytib kelsa dadasi uni saq qo'ymaydi. Uning ustiga homildor tursa, u uydan chiqib ketgan bo'lsa qanday qilaman? Qandaqmi qilaman? Shu andishlar bilan uyga kelib jiddiylik bilan eshikni ochib kirdim. Uyning ichi ratlik, pokiza yog'ishtirilgan edi. Lekin Rana uyda yo'q turardi. Put-qo'lim lassida bo'shib o'ltirib qoldim. Ham yenimda turgan bir parcha xatga ko'zim tushdi-da, xatni qo'limga elib o'qishga boshladim. Irfan, meni kechirgin. Men aslida sana o gaplarni demasligim kerak edi. Biroq o'zimni besib ololmay qoldim. Aslida sendan yushirmasligim kerak edi. Lekin sening bilgandan keyin ko'nglingning yerim bo'lishdan ansirab, sendan o ishlarni yushirishga majbur bo'ldim. Bilamsan, uzoq yillar ko'rishamay ko'nglim yerim bo'lgan shu damlarda seni Urumchida ko'rgan ashu chaqdala men endi sendan hargiz ayrilmaslikqa o'zimga va'da bergan. Sen bo'lganliging uchun hech nimadan qo'rqmay jasoratga kelib, sana ergashib mush yergacha kelgan. Aslida sana menga aytmay degan edim. Lekin haqiqiy ahvolni aytib etmasam bo'lmag'dak. Sen Tianjinga ketgan ilk kuni yodingda bordi. Shu kuni nemish bo'lganligini bilamsan. Ash kuni ilk yalmavuz ablah xo'jayin meni aldab nomusimga tegmoqchi bo'lgan edi. Mendek ojiz, kuchsiz bir qizningki qaysi jasorat bilan u hayvonning qo'lidan qutulib qochganligimni bilamsan. Bu dal sen menga ato qilgan jasorat. Men seni menga ato qilgan muhabbatingning, sana bo'lgan sadoqatimning kuch-qudrati edi. Agar shu kuni men uning changildan qochib qutulamagan bo'lsam, o'zimni jinim orqali pokligimni qo'g'dimoqchi bo'lgan edim. Bilamsan, sen mening hayotim, barlig'im. Sensiz men nafas elishnimi, bu dunyoda yashashni tasavvur qilolmayman. Meni kechirgin. Sen mening nazarimda dunyodagi eng yaxshi yigit. Men uchun qilganlaringga ko'p rahmat.
Her qachon nashta qilmay kelgansan. Bugun sen amroq polo itib shkafning ichiga sap qo'ydim. Yevelib ondan bozorga chiqasan. Men bugunning tayyorligini qilg'ach seni saqlayman. Sana amroq xotining Ra'nodan. Xat intayin qisqa bo'lsa-mu, meni bakli ta'sirlantirdi. Ko'zimdan tushgan yoshlar mangzimdan sirg'ib tushib, qog'ozni ho'l qilib etgan edi. Ra'no, sen nimdagi yaxshi? O'zimni sezmasdan boshqani shivirildimda, Ra'no etgan poloni elib, ishtaho bilan yeyishga boshladim. Ra'no etgan polo haqiqatan o'xshaydi. Nemishqidir u boshqa shahar qizlarga faqatla o'xshamaydi. Hammil tomoqni shunchalik o'xshatib aytadi. Bir qitim etib boqmagan tomoqlar bo'lsa-mu, bir qitim ko'rib olsalar o'ginib olalaydi. Yaratquchi menga Ra'nodek qizni hamroh qilganingga cheksiz shukr. Ichimda shularni o'ylagandan keyin aldirab-saldirab bozorga mangdim. Ra'no ig'ir qat. Uning ustiga 7 oy bo'lay deb qolgan bo'g'ishqa uningdan ansirab qolgan edim. Keldingmi? Ra'no meni kulimsirab turib kutib oldi. Meni kechirga Ra'no. Men Ra'noga qarab, aran mushu bir ig'iz gapni deyaladim. Ikkimiz bir-birimizga qarab kulib qo'ygandan keyin kavobning tayyorligini boshlab etdik. Shunda qilib Ra'no ikkimiz aplashib qoldik. Bir navoyning oldidan o'rin setilib, muqim o'ringa ega bo'lib, qechib yurishdan qutuldik. Ish vaqtimizmi yomon emas holga kelib qoldi. Lekin men shu peti heliqi patqoqqa petib qoldim. Aradan 2-3 kun o'tmay bearam bo'lib, ko'nglim Muhammad Qosimning heliqi bir narsasini tatib, faqat aram bermadi. O'zimni sezmagan holda uning yeniga yana bordim. Yana bordim. 2-3 qitim o'zininkini berdi, tang chekdik. Keyin adash, senmi bilsa, hozir pul topmoq bek taslashib ketdi. Menmi o'zimninkiga yetishmay yurtkilardan pul soldirib, og'inlardan qarz so'rab, aran o'zimga loyiqni topa olaydi ekanman. Buningdan keyin sen o'zingninkini o'zing ol. Men sana sotadigan yerni ko'rsatib qo'yay. Dedi Muhammad Qosim. Bir kuni men yana heliqi narsani so'rab kelganligimni ko'rib, sal ochiq kelgandek qilib. Mushu bir qitim berib tur-a? Bir qitimla. Kelar qitim ma'lay. Dedim men sal yolvurgandek qilib. Gaping gap ha adash. Gapim gap. Yura amsa. Zahar degan ajoyib narsa. O'zingni zaharlab bo'ldi qilmaydi ekan. Atrofingdagi sen bilan munosabati va barliq odamlar uning kasofatiga ziniga tang uchraydi ekan. Shon uning ismi zahar deb atildi ekan. Shuning bilan men o'zimninkini o'zim setib oldigan bo'ldim. Topgan pulim chekkinimga ara yetadigan bo'lib qoldi. Ra'noga chandurmaslik uchun terishsammi, yanada oshkorlandim. Har qitim saqchig'imda uningga amda chekmaslikka, odam bo'lishga, tuzilishga qayta va'da beratdim. Biroq xumorim tutgan chaqda Ra'nomi uning qo'rsiqidagi balammi ko'zimga ko'rinmaydi. Ra'no menga yolvuratdi, yig'laydi, qaqshaydi. Biroq undaq chaqlarda mening ko'zimga hech nima ko'rinmaydi. Esimga kelganda qilganlarimga pushaymon qilatdim. O'zimda yerginatdim. U nejis narsani cho'qim tashlashga niyat qilatdim. Kishilar zaharni oq olvasdi deb ataydi ekan. Meningcha bu noit joyida aytilgan gap ekan. Chunki uning changilga tushgan odam vijdonini, g'ururini, odamiyligini, insoniyligini, mehr muhabbatini butunlay yo'qotib, yovuzlashib ketadi ekan. Uning changildan qutulish intayin mushkul bo'ldi ekan. Zaharga o'ginib qolgan qisqagina bir necha oy jarayonida men butunlay o'zgarib ketdim. Burunqi mehr muhabbatga to'lgan yurakim endi bag'on sir qetishga boshladi. Necha qitim zahar tashlatmoqchi bo'lib,
Ra'naga deb bir uyga solinib olgan bo'lsam-mo, Ra'na mening qilgan noli zaramga chidamay, eshikni ochib, men kerakli narsalarni o'zi berib, akilib berdi. Shunda qilib, men zaharning quliga aylandim. Mening hayotim bo'yi eng o'kindirdigan ish, men hatto Ra'na yengigan chog'dimi uning yendi bo'lolmadim. Uning Urumchidagi ochisi dadisidan yoshirinchi kelib, holdan xabar oldi. Men bo'lsam, o'zimning mehnatchiliklarimni yoshirish uchun boshqa shaharlarda sargardon bo'lib, Ra'na yengandan keyin ondan uni ko'gili keldim. Ra'na ko'zlari, qoshlari, og'zi man quyib qo'ygandek o'xshaydigan poqlandek bir o'g'il tug'di. Uning ismini mehrlik bola bo'lsin deb Ra'naning fikri bo'yicha Mehribulloh qo'ydik. Umoq o'g'limning tug'ilishimi yana mening bag'rimdagi yovuzlikni o'zgartirmadi. Men hatto yurtimda bola dardida bag'ri kavob bo'lib ketgan ota-onamni ayab qo'ymadim. Onamni aldab yurib necha qatim pul soldirib xajladim. Keyin uqsam, onam menga selib berdigan shu necha ming yuan pulni dadamdan yushirin g'amlash uchun o'zining bir umr yiqqan necha misqal oltinni setib o'tibdi. Bir farzand uchun o'z onasi qilingan buningdan ortiq vafosizlik bo'lmas kerak. Ra'naning yangiginigimi ash-pashtigicha 2 oydan eshib qoldi. Ra'nami bolaning ham uyning o'zining holdan xabar ololg'idek bo'lib qoldi. Uning ochisi qaytib ketdi. Shuning bilan menmi uyga qaytib keldim. Irfan, sen zodi bu nejis narsani tashlamsan, tashlamamsan. Sen qachongacha mushundaq o'tmoqchi? Balanga ishkimiz nima yeyapmiz, nima ichyapmiz, hech narsa bilan qaring yo'q. Bir kun o'mlab ishlab topgan pul bir qatim chekishingmi yetmaydi. Sen zodi tuzilamsan yo'q. Agar mushundaq qilaveradigan bo'lsang, menmi ketaman. Dadam urib o'ltirmasmi mayli. Sening yaningda osh qilib o'lgandan ko'ra, dadamning tayoqida o'lganim ming yaxshi mening. Dedi Ra'na bir kuni mening as-hushim xeli joyiga tushgan chaqda menga koyib. Unda qilma Ra'na. Mendim nima amal bor deysa, men tashlığıs yo'q demsa, Ra'naning gapi meni obdalla qo'rqitib qo'ydi. Men sensiz yashayolmayman. Men tashlatishga qandoq yurking chidaydi? Bu gaplaringni necha ming qaytim anglab ketdim. Quruq gapingni qo'ya, zodi tashlamsan yo'q. Bugun gapni ochiq deysan. Men digirimni cho'qim qilmay qo'ymayman. Ra'naning chiroyidan qat'iylik chiqib turadi. Men tashlay. Bu qitimqi va'dam rost. Men cho'qim tashlayman. Men Ra'naga yolvurishga boshladim. Undaqda bugun men bilan zahar tashlash o'rniga borsan, dedi Ra'na qat'iy qilib. Bu önüm ichiga tushib ketdi. Men uya ketsam bola bilan qiynalib qolasanmi-ki? Qiynalmayman. Sen zahar tashlaydigan bo'lsang, men qiynalsam rozi. dedi Ra'na fikrda ching turib. Bola bilan ishkimiz hozirmi bir kun ash, bir kun to'g'ri yuryapmiz-ku baribir. Ma'qul emas borayli. Dedim men yenik kulimsirab. Bu nejisdan qutuldigan ish bo'lsam, bugun sen bilan nega desang borma. Ra'na bu so'zimni anglagandan keyin illiqqan tabassum qildi. Ra'na ishkimiz sujudiki emgak bilan zahar tashlatqizish o'rniga yetib keldik. Mening bu qitimqi irodam haqiqatan ching edi. İçimde zahar tashlamay turib, bu yerdan hargiz chiqmayman deb o'ylaydim. Ra'na munosabatlik rasmiyatlarni bejirgandan keyin bolni elib, ko'z qiymagan holda men bilan xo'shlashib ketib qoldi. O'zingni yaxshi asra, bolaga yaxshi qara. Ra'naning osti qadamlar bilan mendan yiroqlashayotgan simosiga qarab boshqani shivirladim. Men uni suyatdim. Mening dunyoda
moshunchilik odam bo'lib yashayolishimga birdan bir sababchi bo'layotgan inson dal Ra'no edi. Men uning uchun hammani qilishga rozi edim. Uningdan ayrilib qilishdan qo'rqatdim. Zahar mening vijdonimni yo'qotganligini bilan uningga bo'lgan muhabbatimni yo'qotolmagan edi. Men zahar tashlash o'rniga kirgandan keyin davolanishga moslashdim. Men garchi burun turmaga kirib boqmagan bo'lsam-mu, bu joyni xuddi bir turmaga o'xshatdim. Bu joy men burunlarda televizordan ko'rdigan turmaga biz jinoyatchilarga o'xshab ketdik. Men bu yerda o'zimning haqiqatan bir ig'ir jinoyat o'tkazganligimni cho'nqur his qilib, qilganlarimga qattiq pushaymon qildim. Ham balduroq yaxshi o'zgarib chiqib, turmushga chiqishga bel bog'ildim. Ra'no haftada bir qitim meni ko'rgil kelib, menga rag'bat berib turdi. Qari savdo 8-qism. Turmushning nurg'un ishlari siz bilan men o'ylagandek bo'lmaydi ekan. Ba'zi ishlar siz kutilmaganda yuz berib, sizdan qilmoqchi bo'lgan yana bir ishingizga to'salg'i bo'ldi ekan. Men zahar tashlash o'rniga kirgili bir oy bo'lay deganda, bir kun Ra'no ruhi tushgan, ansiz holatda meni elib chiqib ketadiganligini aytdi. Men yana bir oy turib, ondan chiqib ketsam bo'lamiki? Dedim men Ra'noning fikrini rad qilib. Chunki men yana burun qishni tepilishimdan ansiraytdim. Bu yerdagi boshqaruvchilarmi eng oz deganda 3 oy turmasam, tal to'kis tashlanmaydiganligimni aytgan edi. Chiqib ketmasang bo'lmaydi. Chiqib ketmasang bo'lmaydi. Mehribullarning ahvoli og'ir. Uni doktorxonada qo'yib keldim. Ra'noning ko'zlaridan oqqan yoshlar mening yurakimga berib tegdi. Bir xil ansizlik vujudimni qopladi. Ma'qul, amsa chiqib ketayli, dedim menmi andishiga tushib. Ra'no munosabatlik rasmiyatlarni bejirgandan keyin meni elib chiqib ketdi. Biz udul doktorxonga bordik. Ilohim, balamni o'z panoyingda saqlag'in. Mening qilgan gunohlarim uchun balamni jazolamag'in. Mening jinimni olg'in, balamning jinini omon qilg'in. Mening balamdan mahrum qilish bilan jazolamag'in. İçimde to'xtamay iltijo qilatdim. Gunohlarimga tövbe qilatdim. Balamning kasal bo'lishini mening gunohlarimning sababidan deb o'ylab, o'zimni qattiq ayblaydim. Doktorxonga borgandan keyin Mehribullarning o'pkisi ishib, ig'irlab qilganligi, vaqtida elib kelmaganligimiz uchun hayotining xatar ichida ekanligidan xabar topdim. Ra'no ikkimiz balını doktorxona ko'tirib chepib yurdik. Bu jarayonda Ra'noning otasi ham onasi dadisidan yo'shirun bir necha qatim pul selib berdi. Balamdan ayrilib qolsam, o'zimni hargiz kechirmayman. Yaratqushdan to'xtamay uningga omonlik tilaydim. Tilaklarim Tangrining qobuliga erishdimi yoki sabiy balamga ichi og'irdimi? Bir doktorxonadagilar balamning hayotini qutqizib qoldi. Shuning bilan Ra'no ikkimizmi xeyli orom tepib qoldik. Odam degan ba'zida hayvonchilikmi aqlni topolmaydi ekan. Eshak jinda puti bir qatim tiqilib ketgan yerdan ikkinchi o'tmaydi ekan. Lekin ba'zilarimiz bo'lsak, tiqilgan joyda shu yo'ldan ikkinchi mangmayman deydi ekanmiz yo, yana 2-3 kunda aytgan gapimizni unutib, yana osh yo'l bilan mangdi ekanmiz. Ko'rikdan o'tulibla burungi holimizni unutib qoldi ekanmiz. Balamiz saqib, doktorxonadan chiqqandan keyin Ra'no ikkimiz
burunqidek shirin turmushimizni yana boshladik. Lekin men uzoqqa bormayla yana ko'ni kasbimni tepib oldim. Gerçi burunqidek ko'p qilolmasammi, lekin yana uningdan voz kechammadim. Ra'nomi burunqidek ko'zimga kirib olmay, barimga qo'yib berdigan bo'ldi. Kunlar o'tib, Mehribullohmi 1 yoshga kirib ochdi. Uning tatlı qiliqlari meni bakli suyundiradi. Tata deb amdili putun ko'tarib mengishlari, da deb chaqirishlari qalbimni hayajonga solatdi. Ota-onaning mayli bag'ri qanchalik qattiq bo'lsin, farzandlari uchun hamon eriydi ekan, yumshaydi ekan. Ularning kechirolmagidek gunohlari bo'lsa-mu kechirdi ekan, yana ularni seg'indi ekan. Bolamizning deb til chiqayotgan ash chog'larda Ra'no ishkimizni to'liq xushal qildigan bir xabar yetib keldi. Ya'ni uning dadasi bizni kechirganligini, darhol yurtga qaytsak, to'yimizni qilib qo'ydiganligidan Ra'noning ojizi orqali xabardor bo'ldik. Bu xabarni anglab, Ra'no ishkimiz intayin xushal bo'ldik. Ota-onalarimizni, qarindoshlarimizni, yurtimizni seg'inib, chanqab turgan yuraklarimiz xuddi ussuzlik bor ko'lga intilgandek yurtga qaytishga oldirdik. Biroq mening ko'nglimda bir andish bor edi. Ko'ni hunarimni tashlayanmasligimdan qo'rqatdim. Yurtdagilarning oldida rasvo bo'lishdan andish qilatdim. Ra'noning shundoq andish qilayotganligi chiroydan chiqib turadi. Bir turib, shuning bilan bu andishamni Ra'noga aytdim. Ikkimiz maslahatlashib, men zahar tashlash o'rniga kirib, ravr saqaygandan keyin ondan qaytayli desak, Ra'noning dadasining ochiqini keltirib qo'yishdan ansirdim. Yurtga qaytgandan keyin shu yerdagi zahar tashlash o'rniga boray desak, boshqalarning bilib qilishidan ansirdim. Shuning bilan hozircha yurtga qaytib to'yni qilib etgandan keyin ondan men ichkirdagi ishlarni bir taraf qilaman deb bu yerga kelib zahar tashlash o'rnida 3 oy turib ondan qaytadiganga kelishdik. Biz Urumchi kelganda cho'nglar kelishib to'yning tayyorligini qilib bizning kelishimizni saqlab turgan ekan. Biz kelib uzoq qolmayla to'y boshlandi. Ra'no ishkimizmi nurg'un issiq so'g'oq kunlarni boshdan kechirgandan oxiri murodimizga yetdik. Urug' tuqqanlarimiz bilan jam bo'lib shodlikqa cho'mdik. To'yni tugatib, uzoq o'tmayla men Ra'no bilan maslahatlashganimiz bo'yicha Sujuga yo'l oldim. Hayotning ishlari biz o'ylagandek xohlagancha bo'lmaydi ekan. Baxt kelganda biz qadrlashni bilmay erkilaydi ekanmiz. Baxtning qadriga yetkudek bo'lgan chog'da bo'lsa, u bizdan qiyidab ketib qoldi ekan. Men Sujuga kelib odil zahar tashlash o'rniga keldim. Hem bu qitim bu nejisga ikkinchi yaqin kelmaslikka qat'iy niyat qildim. Qisqagina 3 oy jarayonida men ko'p o'zgardim. Oxiri bu nejis oqning changildan qutulib, intizorlik bilan yurtimga qarab mangdim. O'zimning kelgusim to'g'riliq, Ra'no, men, balamiz uchimizning o'tkazdigan shirin turmushimiz to'g'riliq har xil xiyollarni qildim. Terishib ishlab, igilik tiklab, haqiqiy oila qurib, to'g'ri yo'lda mengib, haqiqiy odamdek yashashga iroda qildim. Reallik arzuni barbod qildi. Yurtga qaytib kelgandan keyin mening bu orzularim xuddi ko'pikdek to'zib ketdi. Men kelganda Mehribullohning yana doktorxonaga kirib qolganligidan xabar topdim. Uning ahvoli o'tgangi qitimqiga o'xshash edi. Doktorlarmi bir necha kun kuzatgandan keyin uyga elib ketinglar, tayyorlik qilib qo'yinglar dedi. Ra'noning ohuzori yuragimni qattiq ezatdi. İçimde bir o't kuyuvatdi. O'zimdan nafratlandim. Allohga qayta tilaydim,
yalvurattım. Yo'q, men bundoq bo'lishiga qarab turmayman. Balamdan ayrılışqa chidamayman. Rana doktorning gaplarini anglagandan keyin faqat chidab turolmadi. Sujuga aparayli. Eliq doktorxonaga aparayli. Ular balamni qutqiza oladi. Rananing so'zini anglab, men umidlangandek bo'ldim. Rananing dadisi aeroplan beltini hal qilib berdi. Biroq biz sujuga mangmay turibla 2 yoshga to'shmagan omoq farzandim Mehribulla Rananing quchqida jon uzdi. Bala kelsa qo'sh kepti degandek, Rana buningga chidayolmay, hushidan ketib, hayotidan ayrilg'il tas qoldi. Tekshirgandan keyin doktor Rananing yuragida to'silish borligini, vaqtida operatsiya qilmasa, hayotidan ayrilganligini aytdi. Ah Xudo, bu zoti nima kun? Ötküzgen günahlarım üçün nemişkim mening o'zimni jazolamay atrofimdagilarni jazolaydigan sen. Balamning jinini olding. Endi Rananing bo'lsin aman qo'ysangchi. Uning jinining o'rniga meningkini olsangchi. Bu natijadan kallam pirqirashga boshladi. Mehribullahni yerlik qo'yib, oxiratlik ishlarini tugatgandan keyin Rananing uydagilar bilan maslahatlashib, Ranani operatsiya qildirish qaroriga keldik. Doktor bizga bu operatsiyaning xatri yuqorligini, agar operatsiya qildirmasak, Rananing hayotining texmi xavfda qoldiganligini aytdi. Rana operatsiya qildirmayman deb qarshi turgan bo'lsa-mu, dadisi operatsiya qildirishni ching turdi. Operatsiyaga kiradigan kuni Rana mening qo'limni ching tutib turib, "Monalan" dedi. "Irfan, men ketsam, sen dunyoda yolg'iz qoladigan bo'lding. Agar yaxshi kunning yomoni kelib qolib, men operatsiyadan sog' chiqamasa, o'zingni asra. Yaxshi yasha. Endi yilg'i ishni ikkinchi qilma. Mendek sana aşık, seni yaxshi ko'radigan ayolingni menga unutib qolma. Esonda bo'lsinki, yilg'i ishni menga qilmagin. Mening deganlarimni qilishga va'da bergin. Va'da beray Rana. Undaq gaplarni qilmagin. Men sensiz yashayolmayman. Undaq og'zingni ustmagan. Sen saqayib chiqsam, biz yana balliq bo'lamiz. Jiq ballarimiz bo'ldi. Shular bilan baxtli yashaymiz. Dedim men Ranaga tasalli berib. Shu topda men bakla tangirqab qolgan edim. Rana bo'lmasa, qandoq yashashnimi faraz qilolmaydim. Mana va'da bergin. O ishni qilmayman. Yaxshi yashayman deb va'da bergin. Rana qo'limni teximi ching siqdi. Va'da beray, u ishni hargiz qilmayman. Yaxshi yashayman. Rana xotirjam bo'lgandek ota-onasi tarafga qarab, "Dada, menda qizingni kechirgin. Menda norozi bo'larsanmi?" Bu nima deganing bolam? Sen meni kechirgin. Men sana yuz kelolmayman. Sen mendan rozi bo'lgin. Men sendan 100,000 marta rozi o'moq qizim. Rana dadisining so'zini anglagandan keyin ulug' kichik tinib qo'ydi. Ondan u xuddi ko'ngli bir ishni to'ygandek onasidan, ochisidan, qarindoshlardan rozilik oldi. Doktorxona yotiqining ichi yig'izoriga to'ldi. Rana manga bir qarab etgandan keyin operatsiyaxonaga kirib ketdi. Jon Allohning bandalarga bergan omonat ekan. Ajal yoshning cho'ng kichikligiga, qeri yoshligiga, yaxshi yomonligiga, boy nomratligiga,
qaramay kelaverdi ekan. Ketganlar ketib ekan. Hayotlarning bag'ri qon, yuragi zardab bo'lib, mangulik hijron ham azobga qoldi ekan. Ra'noning operatsiyadan sog'-salomat chiqishini tilaydim. İçim titildaydi. Yuragimning so'qishi shunchalik tez bo'lib, har bir gupildishigacha his qila oldim. Operatsiya pek uzoq davom qildi. Aradan 3-4 soatcha vaqt o'tgandan keyin doktorlar operatsiyadan chiqdi. Doktorlarning boshlarini chayqishidan ko'nglim bir narsani tuyg'andek turgan joyimda lassada o'ltirib qoldim. Voy bolam, voy jinim bolam, sen ketguncha men kelsam bo'lmamdi bolam. Voy qizim, sho'rpishon qizim. Qayrindishim, bu soda nima qilganing? Bizni armonda qo'yib ketding. Doktorxonaning ichi qiyoqas cho'qon yig'i zoriga to'ldi. Mening faqat ishongim kelmaydi. Yuz berayotgan ishlar xuddi bir tushdak, uyg'ongansamla tugaydigandek tuyuladi. Chunki mening qalbimdagi Ra'noning jini intayin pishiq bo'lib, har qanday bo'ron chapqinlarga bardoshlik beralaydi. Uning men uchun qilgan qaysarliklari mening ashundoq o'yga akaga edi. Keyin bildimki, Ra'nom yuragi go'shtdan yaralgan ojiz bir qiz ekan. U nurg'ulg'an azoblarga, jafo mushaqqatlarga faqat meni deb chidab kelgan ekan. Ün-tinsiz holda ro'yim chiqib ketgandek Ra'noning yeniga yugurdim. Uning yuziga yepilgan oq raxni titrab turib ochdim. Ra'no, ko'zimni ochsam-chi. Ko'zimdan mangzimni bo'ylab tushgicha 2 tomchi yosh bilan tang keynimga yiqildim. Xuddi tushimdagidekla bir xil tuyg'u bilan Ra'noning oxiratligini tugatdim. Ra'no xuddi hozirla qaytib keldigandek, bu ishlarning hammasi bir tushdak, bir uxlab uyg'onsamla Ra'no yenimda paydo bo'ldigandek tuyulib, reallikqa, taqdirga zodil tanbagim kelmadi. Ra'noning hamma narsasini qo'limga ilib, birma-bir ko'rib chiqdim. Ko'zlarimga surtdim. Uning kiyimlaridan targ'an hidini to'ymay purdim. Uningsiz ham farzandimsiz par-par bo'lgan bu yuragimga ozroq bo'lsin tasalli izladim. Uning naslarini oqtirib o'tib, necha daftarni bir qilib tikilgan tom bir xotira qo'limga chiqib qoldi. Qari savdo 9-qism. Xotirni ichib o'qishga boshladim. Xotirga Ra'no ishkimizning sabiyligimizdan tortib tunishgan, yuz bergan hamma ishlar, ham Ra'noning his tuyg'ulari to'liq yozilgan edi. Bugun 3-oyning 28-kuni, seshanba. Men bugun ajoyib bir ishga yo'liqdim. Maktabdagi bir necha o'g'il bola meni toza bo'zaq qilgan edi. Burun men bilan faqat xo'sh yo'q Erpan degan savodishim menga yon besib ular bilan urishdi. Endi mening maktabda bir qo'g'dig'uchim bor bo'lganda qildi. U intayin batur ham yaxshi bola ekan. 5-oyning 18-kuni, seshanba. Bugun ko'nglim behli yerim. Men Urumchiga ketadigan bo'ldim. Men ketsam Erpan meni unutib qolarmi? Nimani degan bilan u meni unutib qolmaslikka va'da bergan-ku. Meningcha u cho'qim gapida turdi. Chunki u degan batur o'g'il bola. 6-oyning 21-kuni, yakshanba. Men bugun intayin xushal. Chunki men yurtimga qaytadigan bo'ldim.
O yerdagi do'stlarimni, Erponni ko'rishga bekla aldirayapman. O meni unutib qolganmidi? O cho'ng bo'lib ketganmidi? 7-oyning 28-kuni, dushanba. Bugun ko'nglim intayin yerim bo'ldi. Chunki Erpan mening yonimga bir qaytib ekanmidi? Kayta chaqirsam ko'rishmay ketdi. O nimishqa bunday qiladigandu? O meni unutib qolganmidi? Endi o'g'illarga hargiz ishonmayman. O'g'il bola degan yolg'onchi o'xshaydi. 9-oyning 1-kuni, payshanba. Bugun boshlang'ichni bitirib to'liqsiz o'tir maktabga chiqdim. Erpanmi to'liqsiz o'tirg'i chiqdi haqiqatan. O shu topda nemish qilayotgandi? Meni allaqachon unutib ketganmidi? Hay, bo'ldilar. 5-oyning 20-kuni, yakshanba. Bugun hayotimdagi unutilg'isiz ham meni eng xush qiladigan bir kun bo'ldi. Erpan bilan do'konda kutilmasdan uchrashib qoldim. Nima degan yaxshi. U meni unutib qolmabdi. Meni yodidan chiqarmabdi. U menga burunqidek amroq o'xshaydi. Bo'lmasa men bergan mashinani hozirgacha saqlamas bo'lg'aydi. Men nima degan baxtli-a? 4-oyning 12-kuni, seshanba. Bugun ko'nglim bakli yerim. Hashpashtugacha Erpan ishkimiz aralashvatqilimi 1 yil bo'lay debdi. Dadam meni chet eldagi tuqunimizning o'g'liga yotliq qilmoqchi bo'lyotdi. Biroq men Erpanni yaxshi ko'raman. U bo'lmasa yashayolmayman. Dadam Erpan ishkimizning aralashishiga qat'iy qarash tursa, biz zodi qandoq bo'lsak bo'lar? To'g'ri, biz qochib ketaylik. Meningcha Erpanni cho'qim qo'shildi. Chunki u meni bakli yaxshi ko'rdi. Uningga atli hamma ahvolni aytaman. Andan biz bu yerdan yiroqlarga ketib, xotirjam yashaymiz. 4-oyning 13-kuni, chorshanba. Bugun havo intayin ochiq. Lekin ko'nglim nemishqidir bir xil qorong'u. Zodi qanday qilsam bo'lar? Adigan Erpan ishkimiz ishkirga qochib ketadigan bo'ldik. Bechora onam qanday qilar? Dadam haqachon ochiqdan yerilib ketadigan bo'ldi-da. Biroq menda nima amal bor? Men qaçmasam Erpandan ayrılıp qalaman. Dadam meni chataliga chiqarib olsa, o'xshashla ulardan mahrum qalaman. Dadam nemishqa bundaq bag'irtosh bo'lib qolgandi. U burun men bakla amroq edi. Men kichikkin yig'lab qo'ysam bearam bo'ladi. Hozir nemishqa Erpan ishkimizni ayirib etadigandu. Qarindoshlarimdan, onamdan, dadamdan ayrılg'im yo'q, lekin Erpandan texim ayrılg'im yo'q. Men onunsiz yashayolmayman. Şoňa tanlagan yo'limdan qaytmasligim kerak. Anam, dadam, qarindoshlarim meni kechiringlar. Sizlarni so'yman. 5-oyning 2-kuni. Bugun Erpan ishkimiz Beyjingga kelgandan keyin oxir turadigan joyga ega bo'ldik. Bu xo'jayin bek yaxshi odam ekan. Bizni ko'chada ko'rib, ichi og'rib, oshxonasida ishlashga qabul qildi. Turadigan joy berdi. Lekin u nemishqa menga bir xil sirliq qaraydigandu. Meni birarsiga o'xshatganmidi ya? Bo'ldilar, jiq o'ylamay. Yo'l azobi, go'r azobi degandek nurg'un jafo mushaqqatlarni tatibdimiz. Go'yi osh, go'yi to'qagan yerlarimizmi bor. Shunga bu kunlarimizning qadriga yetishim kerak. Erpan yerimda bo'ladi ekan, men har qanday jafo mushaqqatga chidayman. 5-oyning 21-kuni. Bugun hayotimdagi eng pastkash bir kunni o'tkazdim. Odamlar nima degan razila? Ular nima degan pastkash? O'zlarining bolalardek bir qizga qandoqmi niyatini buzg'andi? Ularning qizlari yo'qmidi? Oti singillari yo'qmidi? Qonun nemishqa ashundaqlarni jazolamaydigandu? Ashundaq odamlarning kasofatidan qanchilgan qizlarimizning baxti vayron bo'layotgandu? Allohim pokligimni, ipitimni saqlab qolganingga ming marta shukri. Agar bugun menga bir ish bo'lgan bo'lsa, men Erpanga qandoqmi qaraya olaydim? Onundan ölgünüm yaxşı emas miydi? Beşinci 30-kuni. Bugun men uchun hayotımda burilish nuqtasi bo'lib qoldi. Chunki bugun men to'y qildim. O'zim yaxshi ko'rgan odamning ayoli bo'ldim. Bu nima degan huzur, baxt-a? Men bu kunni menga unutib qolmayman. Lekin o'sha daqiqalarda ota-onam, qarindoshlarim yonimda turib rozilik bergan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi-ya? 6-oyning 27-kuni.
Bugün men üçün unutilg'usiz xo'shallik bir kun bo'ldi. Men ona bo'ladigan bo'ldim. Ana bo'lish tuyg'usi meni bir tarafdan xo'shal qilsa, yana bir tarafdan sal qo'rqib qiylayapman. Men amdili 17 yoshdan halqidim. Bola beqish, tarbiyalash deganlardan aslo xabarim yo'q. Zodi qanday qilsam bo'la? Erpanmo intayin xo'shal. Onun xo'shalligini so'g'ichilashtirg'im yo'q. Shunga nimani bo'lmasin chidishim kerak. Hozir suvchiga kelgandan keyin turmushimizmo xeli joyiga tushib qoldi. Balını bergan Xudoyim rizqini qo'yishib berar. 9-oyning 16-kuni. Bugun uydagilarni, onamni, ochamni shu qadar sevgindim. Ular nemish qilayotgandi? Ahvoli yaxshimidi? Meni sevginganmidi? yoki meni unutib ketganmidi? Hozir ish o'qitimiz toza yaxshi emas. Qo'rsqimmi bara-bara yo'g'nab qilyapti. Men qandoq tug'ishnimi, qandoq bola beqishnimi bilmayman. Ota-onamning yo'qligi, qadri endi ajab o'tilyapti-ku. Ocham bilan aloqalashib baqsam bo'larmi ya? Biroq unda qilsam Erpanning ochiq kip qolarmi? Bizning uydagilarning uningga qilgan askariliklar oz emas tursa, zodi qanday qilsam bo'larkin? 9-oyning 21-kuni. Bugun havo o'ptali sovib qapti. Men tunji qatim Erpanga yuz kelamaydigan ishlardan birini qildim. U bo'lsa ocham bilan aloqalashdim. Lekin ichim shu qadar bo'shab qoldi. Men aslida ochamni meni kechirmasmikin deb o'ylagan edim. Biroq u menga bek yaxshi muomala qildi. Onamning meni sevganligi, dadamning oz-ozsin ochiqqa yeniyotganligini aytgan edi. Ko'nglim shu qadar ko'tarilib qoldi. Homildor bo'lganimni anglabla menga bekli ich og'irdi. Qeyrindosh degan yenini boshqacha bo'ladi ekan. Qeyrindishing bo'lsa yolg'iz qolmaydi ekansan. Yo'lanchikung sirdishing bor bo'ladi ekan. Biroq Erpan qanday o'ylab qola? 10-oyning 12-kuni. Bugun ko'nglim bek yerim. Erpan bilan tunji qatim urushib qoldim. Aslida onunga varqirmasligim kerak edi. Chunki u men uchun qo'ldan kelganning hammani qilyapti. Bu ishlarga uningda amal yo'q-da. Men uningdan yoshirmasam bo'pti ekan. Uydagilar bilan aloqa qilishni uning bilan maslahatlashsam bo'pti ekan. Biz mening uyimdagilarning sababidan mush yerlarda qochib yurayotgan tursak, albatta Erpanning to'g'rida. Bugun uning ko'ngliga rostla azor berdim. Men nima degan aski? Erpan meni kechirgin. Men seni so'yman. Ayning 4-kuni. Bugun men uchun qabul qilish intayin qiyin keladigan bir ishga yo'liqdim. Erpanning zahar chekadiganligini o'ylabmi boqmabdi ekanman. U nima uchun shunday qiladigandu? Meni bolamizni o'ylab qo'ymamdigandu. U bizga bunday qilsa qanday bo'ladi? Ajiba, u meni yaxshi ko'rmamdigandu. Bu zodi nima kun? Men endi qandoqmi qilaman? Erpan buni degan qandoq bo'lib ketdi? Allohim, menga yordam qilgin. Uni bu yo'ldan qaytargin. 12-oyning 7-kuni. Bugun intayin echinishli xayollarga kelib qoldim. O'zimni shu qadar yolg'iz, yegona his qildim. Xuddi Erpan o'rnida yelimda boshqa bir paydo bo'lib qoldigandek bo'lib qoldim. U nemishqa bunchalar o'zgarib ketadigandu? Nemishqa men bilan kari bo'lmaydigandu? Bu nima degan azobli tuyg'u, ha? Men zodi qanday qilishim kerak? Ajiba Erpanning mushundoq bo'lib qolishiga men sababchi bo'lgandimanmi? Ishkimiz mush yerlarga qochib kelmagan bo'lsak, u bunday ishlarni qilib yurmas bo'lg'aydi. Men nemishlarni qilib qo'ydim. Erpan nemishqa uni tashlamaydigandu? Men nima degan ojiz? Qo'limdan hech narsa kelmayotdi-ku. Ajabni charchidim.
12 ayning 18 kuni. Bugun mening tug'ilgan kunim. Lekin Erpan yenimda yo'q. Yig'layapman. Ko'nglim yerim bo'lyapti. Qo'rsqimdagi balam yenikkina tepib, yeningda menba degandek menga tasalli beryapti. Erpan, nagimi ketgansan? Bugun sana qanchalik muhtoj bo'lganimni bilamsan? Yuragimda qanchalik azginingni bilamsan? Tug'ilgan kunimda menga cho'ng tortlarni elib berishingni, gullarni sovg'a qilishingni, kiyim-kechaklarni kiydirishingni umid qilmaydim. Faqat yenimda bo'lishingni, tug'ilgan kuningga muborak deb mag'zimga birni suyib qo'yishingni orzu qilardim. Ah, yolg'izlik. İkinci ayının 8 günü. Bir gün qo'rsqim bek og'riyotdi. Qaraganda ay kunim yiqilishib qolgan o'xshaydi. Biroq Erpan yenimda yo'q. Men sada qandoqmi qilaman? Nima degan taskun bu? Men bek qo'rqyapman. O'zimni dunyoda tig'day yolg'iz his qilyapman. Nadasan Erpan? Meni unutib ket. Qo'rsqimdagi sening balang'u. Shunimi unutib qoldingmi? Qalbim shu qadar qorong'u. Yaratquchi, menga bir yo'l ko'rsatsangchi. To'g'ri. Achamga telefon qilay. O'chiqim keladi. 2 ayning 9 kuni. Bugun men yangigan kun, ham intayin azobliq, unutilg'isiz bir kun. Acham aeroplan bilan kelib, meni vaqtida doktorxonaga elib bormagan bo'lsa, balam ishqimizning o'likimiz yoqqa yurtda qolar bo'g'aymidi? Erpan, nalardami yurdigansan? 5 ayning 20 kuni. Bugun Erpanni yo'qlig'ini bordim. Uning holini ko'rib, yuragim ezilib ketdi. Biroq chidamay nima ilojim bor? Burungi go'zal kunlarimizga qaytish uchun omu, menmi bu qiyinchiliklarga chidishimiz kerakdi. Bu balkim Allohning bizga bergan sinoqlari edi. Balkim o'tkazgan gunohlarimizga bergan jazosi edi. Shu topda Erpan ishqimizning bolaligimiz ko'z oldimizga kelib oldi. Nima degan go'zal chog'lar, ha? Mangu cho'ng bo'lmasak, ashunda xotirjam, sabiylikda yashsak, qanchalik yaxshi bo'ladi-ya. 5 ayning 29 kuni. Bugun men intayin bir qiyin kunni kutib oldim. Umaq qo'zam Mehribullah xilali eg'ir og'rib qoldi. Allohim, menga yaxshi kunlarning yomonini ko'rsatmagin. Balamni panohingda saqlag'in. Men balamdan ayrilishga chidab bo'lmayman. Menga hozir eng zo'r tasalli dal o'sha farzandim. Men umidsiz qolsam-mu, balam bo'lganligi uchun tirik yashayapman. Burun Erpan uchun yashagan bo'lsam, endilikda balam uchun yashayapman. Men ati balamning saqayib ketishini umid qilaman. 6 ayning 10 kuni. Bugun doktorxonadan chiqdik. Kayfiyatim nihoyat yaxshi. Chunki Mehribullahning ahvoli yaxshilandi. Erpanmi burunga qaraganda xeyli yaxshilanib qoldi. Men uningdan ko'p narsani umid qilmayman. Faqat o'sha narsani tashlab, oilamizning qo'yniga qaytib kelishini umid qilaman. O qaytib keladigan bo'lsa, men jafo mushaqqat tortishga rozi. Men uchun hech narsaning lozimi yo'q. Faqat Erpan ham bolamiz uchimiz jam bo'lsaqla, ayrilmasaqla kifoya. Ulug' Xudo bizni endi ayirib etmagin. 3 ayning 2 kuni. Bugun bahar kelgan chig'i. Hamma joy shu qadar salqin. Ko'nglimmi shu qadar ko'tarangu. Erpan ishkimiz oxir murodimizga yetdik. Ota-ona, urug' tuqqanlarimiz bilan jam bo'ldik. Ota-onalarimizning e'tirof qilishiga erishish nima degan zo'r baxt-a? Endi men Erpanni hamma odamga ochiq oshkor holda erim deyalaydigan bo'ldim. Yurtimizda
qarindoshlarımizning orasida yashay oladigan bo'ldik. Eng muhimi, üçümüzning illiq bir oilasi bo'ladigan bo'ldi. 3-oyning 15-kuni. Bugun Erpan so'juga zahar tashlash uchun mangdi. Men onundan yenila bek ansirab qoldim. Yuragimning bir yerlari eqitli turdi. Nimishqidir, yaqindan beri yuragim sanjib og'riydigan bo'lib oldi. Menga zodi nim bo'layotgandi. Eng muhimi Erpan sog' salomat zahar tashlab qaytib kelsa bo'ladi-ku. Onu bek sığınıp ketadigan bo'ldim-da. Lekin chidishim kerak. Bu ish qitim chidamazsam, onundan keyin mangu ayrılmaymiz. Mana bular Ra'noning kundalik xotirasidagi mening mangu esimdan chiqmaydigan qurlar. Ra'noning kundalik xotirasini 2 kungacha hech narsa yemay o'qib tugatdim. Hammaga Ra'noning qayg'usiga, azobiga, hammasiga men sababchi bo'ldim. Kundalik xotirni o'qib tugatgandan keyin tushunib yetdim. Demak, Ra'noning o'lishiga men sababchi bo'ptiman. Men gunohkor, men bir qotil. Ra'no meni kechirib et. Ra'no meni kechirib et. Ammo o'zimni mangu kechirolmayman. Anglag'uchi, sizmi meni kechirmaysiz? Shundaqqa. Qari savdo 10-qism. İkinci bölüm. Jaza. Bir qitimda umoq balamdimmi, ömürlük söygünüm hem vafodor ayolimdan ayrilib qoldim. Bu ayrilish menga bekli eg'ir keldi. Bu bir ayrılishla emas, balki mening hayotimdagi eng cho'ng yo'qotish, eng ig'ir o'ng'ishsizlik bo'lib hisoblanadi. Men turibla o'zimni qerib ketgandek shundoq his qilgan bo'lib qoldim. Hayotga, yashashga bo'lgan barliq umidlarim üzülüp shenchim yo'qoldi. Kechalari uyqusiz o'tgan kunlarni eslash bilan o'tishga boshladi. Uzun tunlarda yostiqim ko'zlarimdan oqqan yoshlarim bilan namdaldi. Ko'zimni yumsamlam, Ra'no bilan sabiy farzandim ko'z oldimga kelib, yuragim pichoq tiqqandek etishotdi. Biroz bo'lsa ko'zlarimga uyqu kelishini, tushimda bo'lsa Ra'no bilan bir ko'rishilishni shu qadar orzu qilatdim. Ra'no o'lib ketgandan keyin uning oxiratligini tugitibla Urumchidan yurtga qaytib ketdim. Chunki bu shahardagi hamma narsa menga Ra'noni eslatdi. Meni azoblaydi. O'tgan kunlarni esimga solatdi. Bu shahardan ketsam, balkim qalbimdagi meni azoblayotgan cheksiz o'kinish, savol so'roqlar azroq bo'lsin pasib qolar deb xiyol qilatdim. Lekin bu xiyollarim amalga oshmadi. Men yurtga qaytgandan keyin texmi o'zimni tashlab etdim. Hech narsaga e'tibor bilan qaramaydigan, ko'zim yumilsila yosh to'kadigan, hech kimga gap qilishni xohlamaydigan bo'lib qolib, tamoqdimmi qoldim. Mening shu chog'dagi holatim ayni o'limni kutib yotgan sakratdagi odamdan hech qanday farqlanmaydi. Men balduroq ajalning meni qo'liga elib Ra'no bilan uchrashtirishini shu qadar taqizzolik bilan kutatdim. Yuragimga kirgan har bir og'riqdanmi
bir xil huzur his qilatdim. Aşı ağırlıqlarning mening jinimni balduroq elishini bakmi umid qilatdim. Men qaytib kelgandan keyin dadam menga bir necha kungacha botnab gap qilmaganmi bo'ldi. Lekin mening xaroblashib ketayotgan holimga qarab, ichi og'irdi bo'lg'ay, keyingi kunlarda mening yenimdan ketmaydigan bo'lib qoldi. Menga davomli tasalli berib turdi. Hatto meni bir necha qitim boshqa joylarga sayohat qilib kelishga elib chiqmoqchi bo'ldi. Biroq men yenil rad qilib turib oldim. Shu kunlarning birida onam yenimga kirib, yig'lab turib men bilan paranglashqis borligini aytdi. Men onam bilan paranglashishni xohlamayman emas, balki uningga gap qilgudek saloyitim yo'q deb o'ylag'achqa, mushchaqqich ular bilan paranglashishdan o'zimni elib qechotdim. Lekin bugun onamning yig'lab turgan holatini ko'rib, zodil o'zimni tuta olmay, uningga eslib toza bir yig'lab oldim. Bu mening qo'shilganligimni bildiradi. Anam meni quchqida yotqizib, xuddi bola chog'larimda siylagandek sochlarimni yenik-yenik siylab turib gap boshladi. Anamning quchqi menga hamma azoblarimni unutildirgandek bo'ldi. O'zimni xuddi bola chog'larimga qaytgandek yenik his qilishga boshladim. Men bu baxtni his qilib boqmag'ili 5 yildan oshgan bo'g'ashqa unutib qolg'ili tas qolgan edim. Anamning shu qadar yengil boshlagan so'zlari mening yurak torimni chekishga boshladi. Balam, sening hozirgi hissiyot tuyg'ularingni men tamoman tushunaman. Rayna ketishiga o'zingni bu qadar tashlabetsang, to'g'ri bo'lmaydi. Yaxshi ko'rgan olimdan ayrilib qolishning qanchalik azob bo'ladiganligini men obdan tushunaman. Aslida bu gaplarni sana deydigan gaplar emas edi. Biroq hozirgi holating meni aytishga majbur qilyotdi. Menmu dadam bilan to'y qilishdan burun birini yaxshi ko'rib qolgan. Lekin oshkorlashga jur'at qilolmagan. Faqat qalbimda yaxshi ko'rgan. Keyin uning to'yi bo'lgan. Shu vaqtlarda meningmi seninkidek gelimdan xizo o'tmaydigan. Bir o'rinda turg'im kelmaydigan. Qalbimni bir narsa g'ajovatgandek azoblanadigan bo'lib qolgan edim. Hatto o'lib olishni o'ylagan chog'larim bo'lgan. Keyin dadamga uchirdim. Onun bilan baxtlik oila qurib oldim. Hamma azoblarim shuning bilan unutilishga boshladi. Keyin sizlar tug'ildinglar. O'ylab baqa bolam. Shu chog'da menmi sendek qilib o'zimni o'ltirib olgan bo'lsam, sizlardek farzandlarim bor bo'lamidi. Bolam, yaratquchi bendilarga har xil sinoqlarni berib sinaydi. Ba'zilarini bog'lari bilan, ba'zilarini jonlari bilan, yana ba'zilarini mollari bilan sinaydi. Senimi Ra'noni elib ketish orqali sinovatdi. Sen buninglik bilan o'zingni tashlab etib, hayotdan umidingni uzsang, yaratganning oldiga qaysi yuzing bilan borsan, Ra'noga nima deb javob berasan? Seningcha Ra'no sening mushundoq bo'lib ketishingni xohlami? Ishonamanki, Ra'no sening yaxshi yashashingni, baxtli turmush kechirishingni umid qiladi. Sen tuzilib, qaytadan odam bo'ladigan bo'lsang, u cho'qim sendan xushal bo'ladi. Shuningga ishonginki, Ra'no bolang bilan birlikda sening hamma ishingni ko'rib turadi. Sen uningga mushundoq
xarab holatingni ko'rsatmoqchimi bolam? Endi o'rningdan turib o'zingni top. Yaxshi odam bo'lib, yaxshi ishlarni qilib, burungi gunohlaringni yo'g'in. Shundala Ra'nog'imi o'zingmi yuz kelalaysan? Anamning so'zlari yurak bag'rimni izivetdi. Anamni bundoq gaplarni qiladi ham qilolaydi deb o'ylabmi boqmabdi ekanman. Birdilla uningga bo'lgan hurmatim eshib, uning chiroyiga qaytadan sapselishga boshladim. Anamning ko'zlarining atrofiga vaqtsiz tushgan qo'riqlar siziq tortib bo'lgan edi. Yog'liqidan ko'rinib qolgan chochlarining tangdan to'lisi oqirat bo'lgan edi. Necha yildan beri o'z holim bilanli bo'lib, onamning qandoq yashayotganligiga ozroqmi ko'ngil bilanmabdiman. Men Urumchiga mangdigan chog'da onamning ikki tal o'riklik chochlari qop-qora edi. Yuzdim qo'riq yo'q deyarlik edi. Mana endilikda demak, anam mening dardimda mushundoq bo'lib ketibdi-da. Men shularni o'ylagandan keyin anam uchun bo'lsa-mu yaxshi yashash qaroriga keldim. Ham anam o'z qo'li bilan etib kirgan shogirishni qo'ymay ichivetdim. Anam menga qarab rozimanlik bilan kulimsirab qo'ygandan keyin chiqib ketdi. Ah, ana. Sen nima degan ulug', nima degan mehribon. Meni kechirgin. Anam chiqib ketayotgan chaqda o'z-o'zimga shundoq deb pichirladim. Mangzimni bo'ylab sirg'ib tushgan yoshlarim yuragimni illatishga boshladi. Shu kuni kecha men xotirjam uxladim. Tushimda Rena Mehribullani ko'tirib turgan holda yenimga kelib, "Irfan, endi to'g'ri qildingiz. Men sizning mashina qilishingizni kutgan edim. Menga degan va'dangizni unutib qolmang" deb xumoliq ko'zlari bilan menga qarab kulimsirdi. Rena, oxir kelding. Seni bak sig'indim. Nimishqa men tashlab ketsa, endi men tashlamagan, mening yenimdan ketmagan, mendan menga ayrilmagan bo'lamdi Rena. Men Renaning qora chochlarini tarab turib shundoq dedim. Men ishga ketmadim. Men davomli yoningda bor. Shuning uchun senni yaxshi yashag'in. Rena Mehribullani aykiltib turib shundoq dedi. Shu kuni tushimda Rena bilan bir muncha paranglashdim. Uning bilan gullarni birga tomosha qildim. Tong otqanda kulimsirgan holda uyg'ondim. Dadam bilan onamning yaxshi kuyinishi hem asirish ostida tezli mag'durimga keldim. Men azroq jonlangandan keyin dadam bilan onam maslahatlashib, menga shaharda bir kichik talla bozor ochib berdi. Ish o'qitimi xeyli yomon emas bo'lib qoldi. Menmi bara o'zimni burunqi azobli kechmishlar qo'yindan tortib chiqishga boshladim. Lekin Renani yana unutmayolmadim. Hem unutishimmi mumkin emas edi. Uning qalbidagi o'rinni boshqa birining ola olishimi asli mumkin emas deb o'ylaydim. Mening hozirgi turqimga qarab bir bolasi bor, bir qitim to'y qilgan des boshqalarning faqatli ishongus kelmaydi. Chunki men endi 21 yoshning qarsini elib 22 yoshga qarab manga edim. Aradan bir mezgil o'tgandan keyin
uydagilar maslahatlashib meni uylab qo'ymoqchi bo'lishdi. Lekin men qat'iy qo'shilmadim. Chunki mening qalbim hozirmi butunlay Ra'noga taalluq edi. Tushlarimda bo'lsin uni ko'rib turishni orzu qilardim. Shunga menga qiziqib tanishqisi kelgan xeyli ko'p qizlarga qarabmi qo'ymagan edim. Hayot degan ajoyib. Kutilmaganlarga to'yingan bo'ldi ekan. Biz kelgusimizni belgilayolmaydi ekanmiz. Bizni qandoq oqibat kutadiganligini, qaysi odamlarning biz uchun baxit, qaysi odamlarning ofat bo'ldiganligini asli bilmaydi ekanmiz. Shu vaqtlarda mening hayotimda butunlay burilish yasaydigan bir ish yuz berib, mening hayotimni butunlay o'ngtay-to'ngtay qilib o'tdi. Bir kuni do'konda yangi kelgan mollarni chiqarg'ach, kirgan xaridorlarga mol tonishtirish bilan avara bo'lib o'ltirsam, bir qiz kirib keldi. U qizga qarab, hong-tongli qoldim. Tova. U Ra'noga xuddi qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Onunga qarab, dong etib turib qoldim. Bu o'ngimmido yoki tushimmido deb tamtirab beshim qiyishga boshladi. Ra'no qizga qarab ixtiyorsiz vaqirab soldim. Siz meni qanday taniysiz? Mening ismimni qanday bilasiz? Dedi qiz qilchimi tamtirmasdan. Sizning ismingiz Ra'nomi? Men hayron qoldim. Acaba Ra'no yanimga qaytib kelganmidi yo? Bu tushunmidi ya? Men shularni o'ylagandan keyin yuzimni chimdib boqdim. Biroq yuzim haqiqatan echishyotdi. Oyyo, nimada qiziq bolasiz? Dedi qiz, mening yuzimni chimdab yurgan turqimga qarab, menga qarab kulib turib. Tova. Onun kulishlarimi Ra'noga nimancha o'xshagan. Men bag'onsir hayron qilib, nima qilishimni bilmay qelyotdim. Ajab charchab ketdim. O'rindiqingizda o'tirsam bo'lamdi? Qiz shundoq degish javobimni kutmayla o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Sarang bo'ldimi nima mabala? Bayotindan beri mendan gap so'rab, javobini olmagan xaridorlar g'udunshig'incha qo'ldagi narsalarni qo'yib chiqib ketdi. Bo'ldi, o'tiravering. Men shundoq degish qizga yaqinroq o'ringa keldim. Put-qo'llarim titrab ketadi. Og'zim g'achilshib, gapga kelmayotdi. Bir narsa ichamsiz? Choy bormi? Choy tugab qopti-ku. Dedim men texicha hayronlikda yo'qolmagan qiyofatda. Lekin qanday ichimlik ichaman desangiz, hammasi bor. So'g'oq ichimliklardan parz tutayotgandim, shuni deyman. Undoq bo'lsa yenimizda oshxona bor. Men shu yerga chiqib choy ikiray,